Assalomu alaykum. Bugungi videomiz IPTV va televizor ilovasi haqida bo'ladi. Bu ilovalarni Play Market orqali bemalol yuklab olishingiz mumkin. Agar sizga IPTV xizmati kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Iltimos, IPTV bo'yicha savollarni kommentariyada yozmang. YouTube qoidalariga ko'ra, ayrim mavzularni izohlarda muhokama qilish mumkin emas. Shuning uchun bunday izohlar o'chiriladi. Savollar bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin yoki Telegramdan yozing. Telegramda izlash bo'limiga Og'abek2 deb qidirsangiz kanal chiqadi. Shu orqali bog'lanishingiz mumkin. Tayyor bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Televizoringizning Play Marketidan IPTV ilovasini yuklab olasiz va ilovaga kiramiz. Bu ilovadan foydalanish juda oson. Ilovaga kiramiz va ro'yxat qo'shish deganga bosamiz. Va o'ng tarafda havola qo'shish bo'limiga kiramiz. Va bu yerda ikkita bo'lim bor. Birinchi qatorga o'zingizning playlist havolangizni kiritasiz. Ikkinchi qatorga istagan nomingizni yozishingiz mumkin. Shularni kiritib yozib bo'lganingizdan so'ng saqlash tugmachasini bosamiz. Bo'ldi, ilova tayyor. Endi televizor ilovasini ko'rib chiqamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying va biz chiqargan videolar sizga eng birinchilardan bo'lib yetib boradi. Bu ilovani ham Play Marketdan bemalol yuklab olsangiz bo'ladi. Yuklab olganingizdan so'ng ilovaga kirasiz. Va bu yerda Sozdать playlist tugmachasini bosamiz. Keyin esa Новый M3 playlist bo'limiga kiramiz. Bu yerda birinchi qatorga playlist uchun nom yozishingiz mumkin. Uni kiritib bo'lgach, ikkinchi qatorga o'zingizning playlist havolangizni kiritasiz. Shundan so'ng saqlanit tugmachasini bosamiz. Shu bilan sozlama tayyor. Kanal ro'yxati esa siz kiritgan playlist asosida avtomatik yuklanadi. Qandaydir savolingiz bo'lsa, bemalol Telegramdan yozishingiz mumkin yoki telefon qilishingiz mumkin. Va siz bizni qayerdan kuzatyapsiz? Va keyingi videomiz qanday mavzuda bo'lishini xohlar edingiz? Kommentariyada yozib keting. Men chiqarishga harakat qilaman.